Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Yoshlik kelajak sari dadil qadam tashlash, hayotda o'z o'rnini topishga intilish davridir. Navbatdagi lavhamiz qahramoni Marjona Abduraimova 20 yosh bo'lishiga qaramay, sinovlarda yengilmadi va maqsadlari sari dadil qadam tashlay oldi. E'tiborlisi, bugun Toshkent viloyatida ham ishsiz yoshlarning kasb-hunar egallashi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Marjona Abduraimova hozirda 20 yoshda bo'lib, bundan bir necha yil oldin insult olib, bir oyog'ida nuqson paydo bo'lgan va uzoq muddat davolanishiga to'g'ri kelgan. 2015-yil insult bo'lganman, o'shandan keyin o'qishga ham kira olmaganman. 2 yil yotoqda ham yotganman. O'shandan keyin tushkunlik holatiga tushib qolishim bor edi. Umuman gapira olmas edim, umuman oyoq qo'lim ishlamas edi. Yoshlik kuch-g'ayratga, yangi bilimlarni egallashga intilish davridir. Marjonada ham shunday bo'ldi va hozirda O'rtachirchiq tumanidagi Qaytmas mahallasida yoshlar yetakchisi tavsiyasi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz yoshlarni bir joyga jamlagan kasb-hunar markazida tahsil olmoqda. Yoshlar yetakchisi keldi. O'shandan keyin meni holatimni ko'rdi, tavsiya berdi bo'tdi. Keldim. Hozirda kompyuter yo'nalishi bo'yicha o'qiyman, ham stipendiya olaman. Payvandlash sohasida ham bugun yigitlar uchun talab katta. Shu boisdan ko'plab yoshlar bu sohani egallashga harakat qilmoqda. Hozir mahallada sexda ishlayotgandim, chilangarlik bo'yicha. Ozgina bilim yetmadi va buni o'rganish pul mablag'im yetmadi. Bandlik orqali o'qishga keldim. Hozir o'qish tekin. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, o'qish yakunlangandan so'ng joylardagi bandlik bo'limlari tomonidan yoshlarni ish bilan ta'minlanishiga amaliy yordam ko'rsatiladi.